2025-yil 8-may sanasida Valovoy giloslarni mana sizlarga videolarini qo'yapmiz. Xudo xolasa mana rang olib pishib qoldi. Xudo xolasa 10 kun atrofida mana terim jarayonlarini ham qo'yib boramiz. Mana hozir sizlarga mana Valovoy giloslarni mana olgan hosili. Mana Valovoy gilosdan voz kechish kerak. Valovoy gilos yaxshi effekt bermayapti. Mana deganlarga bu videoda jo'natib qo'yinglar. Mana Valovoy gilosda mana olgan hosili. Bunchalik hosil olishiga sabab Gana Plus qo'shimcha chaynatuvchidan foydalanganmiz. Gilos gullagan paytda sizlarga videolarni qo'yganmiz. Qo'shimcha chaynatuvchiga Gana Plus sepinglar deb mana bir tip daraxtda mana shuncha hosil berdi. Valovoy gilosda faqat parvarishini yaxshi qilish kerak. O'rgamchik kana, g'alla o'rim paytda o'rgamchik kanadan saqlash kerak. O'rgamchik kana birinchi o'rinda mevali kurtak va mevali kurtaklarni mana nobud qilishga olib keladi. Mana bu videomizni Valovoy gilosi borlarga jo'natib qo'yinglar.